Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Bugun sizlarni Axborot resurs markazining iliq va ilhomga to'la muhitiga chorlayman. Bu yerda har bir yangi kelgan kitob aynan sizni kutmoqda. Ularni qo'lga olib varaqlaganingiz zahoti xayolingizdagi kitob uyi jonlanadi. Qishning oppoq sukunati ham, kuzning otashin hissi ham sahifalardan sizga boqadi. Kutubxonamizning eshigidan kirishingiz bilan sizga sokinlik, kitoblarning betakror hidi va bilimga chanqoq talabalar ruhi qarshi oladi. Har bir javon yangi olam, har bir kitob yangi sayohat. Bugun Axborot resurs markazida siz uchun eng yangi badiiy asarlar, zamonaviy ilmiy manbalar, darslik va qo'llanmalarning yangilangan nashrlari, talabalar uchun juda foydali yangi adabiyotlar tayyor. Keling, yangi kitoblarni birinchilardan bo'lib qo'lga oling. Sizning qadamingiz yangi bilimning boshlanishi. Axborot resurs markazi siz izlagan ruh, siz kutgan muhit, siz yaxshi ko'rgan kitob uyi. Bu yerda har bir kitob aynan sizni kutmoqda. Kanalimizga ulaning va yangi adabiyotlardan doim xabardor bo'lib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.